Assalomu alaykum qadri baland zamondoshlarım. Bugun yana efirda sizlar bilan Kozbay Rozmetov. Bugungi yayınımızın mevzusu açlık parhez mucizesi. Mangu cismani, akli ve ruhi yaşlık sarı pol birik. Her bir insan kaçanlardır bu hayattan göz yumayatıp özge savol beradi. Men bu dünyani terk etyapmanmi? Mashhur tibbiyot xodimi Edvin fikricha boylik, shon shuhrat, dang'illama imoratlarga egalik qilish sog'liq oldida bir chaqaga arzimaydi. Boy va mashhur, lekin sog'lom bo'lmagan inson o'zini qanday his qiladi? Boylik baxt keltirmaydi aziz zamondoshlarim. İnson mashhur bo'lsa, bu u baxtli degani emas. Men boylikdan yuz o'girayotganim yo'q. Lekin pul insonning jamiyatdagi mavqeida muhim rol o'ynaydi deb hisoblayman. Boylik zebu ziynat insonlarga ma'lum. İnsondan boyligini olib, unga faqat sog'lik berib ko'ringchi. Uning birinchi maqsadi boylikni qaytarib olish bo'ladi. Lekin shunday so'z borki, biz undan qo'rqamiz. U g'am, g'ussa, og'riq keltiradi. Bu so'z o'lim. Hatto hayot uzluksiz qaynoq azoblarga to'la bo'lsa ham inson bu dunyodan ketgisi kelmaydi. O'lim bilan kurashda inson ruhiyati dahshatli kechinmalarga duch keladi. İnsonning eng oliy maqsadi sog'lom bo'lish, uzoq umr ko'rish. İnson bu dunyoga xuddi o'z uyiga talpingandek talpinadi. Unda uzoq vaqt qarimasdan sog'lom yashashni istaydi. Men hayotni sevaman va yashashni istayman. Bu so'zlarda har bir insonning istagi mujassam. Hayotning o'zi mo'jiza. Bu mo'jizani o'z qo'limiz bilan barpo qilishimiz kerak. Hayot qimmatbaho xazina, xazinalar xazinasi. Odam ata va mama Havo davridan boshlab umrni uzaytirish insoniyatning e'tiborini o'ziga jalb qilib kelayotgan muhim muammolardan bo'lib qolmoqda. Lekin o'rta asrda yana bu muammoni hal qilishga urinishlar samara bermadi. 20-asrda ham har bir fikrlaydigan inson ko'rona bo'lsa ham umrni uzaytirish muammosini yechimini topishga harakat qilmoqda. İnson haligacha o'limdan qochib qutulmadi. Lekin har bir inson ma'lum gigiyenik va parhez qoidalarga rioya qilgan holda o'z umrini uzaytirishi mumkin. İnson buni avval o'zi uchun, yaqinlari, qarindoshlari, do'stlari uchun va nihoyat o'z vatani uchun qilishi shart. O'z tanasi haqida qayg'ursin. Chunki faqat sog'lom inson vatanga munosib xizmat qila oladi. Bu yolg'onchi foni dunyoda munosib yashay olish uchun harakat qiladi. Ishonamanki, har bir inson kamida 120 yil yashashi mumkin. Buni fan ham tasdiqlamoqda. Qulay sharoitda istiqomat qilayotgan sog'lom inson umrining uzunligi jamiyatdagi sog'lom turmush tarzini belgilaydi. Kundalik salbiy odatlar inson ongli ravishda ovqatlanadi, chanqog'ini bosadi, lekin bilib turib o'zini tuta olmagani sababli yashashi mumkin bo'lgan muddatning yarmisiga yetmasdan vafot etadi. Yovvoyi hayvonlar ularni tashqaridan yo'q qilishmasa o'zlariga ajratilgan muddatni to'la yashab so'ngra o'ladilar. Faqat inson bundan mustasno. İnson zotigina o'ziga belgilangan hayot muddatini to'la yashamasdan dunyodan o'tib ketadi. Yovvoyi hayvonlar o'z instinktlariga suyanib qanday yashashi, nima yeyish va nima ichishni sezadilar. Ular betobliklarda parhez qilib ovqatlanmaydilar. Davolovchi o'simlik va boshqa vositalarni qidirib topadilar. İnson esa barcha narsani iste'mol qiladi. Hatto hazm bo'lishi qiyin narsalarni ham iste'mol qiladi.
Bunun ustiga zaharli ichimliklar ichadi. Keyin esa nima uchun 100 yoshga yashamaganiga ajablanadi. Aslida barchamiz uzoq umr ko'rishni istaymiz. Hayotimizda esa buning teskarisini qilamiz. Bunda mantiq bormi o'zi? Ruh va tanani mujassam qilib mukammal yaratilgan inson organizmi mo'jizaviy mexanizm. Necha asrlardan beri haykaltaroshlar o'z mahoratlarini ishga solib musobaqalashib keladilar, lekin unga to'laligicha o'xshata olmaydilar. Nima uchun shunday? Mo'jizaviy mexanizmni o'zimiz buzishimiz kerak. Vatikandagi Apollonning marmar haykali butun dunyoda mashhur bo'lgan san'at eseri hisoblanadi. Haqiqatan ham Apollon haykali mukammal ishlangan. O'sha davrda tanasi Apollonnikidan qolishmaydigan odamlar ko'p bo'lgan. Lekin negadir Apollonning marmar haykali bebaho narsaday saqlanib kelinadi. Vaholanki inson oliyjanob, ilmli, nozik va sezgi bo'lsa ham o'z ajabtovur tanasiga mushugi yoki itiga qaratadigan e'tibordan ham kam e'tibor qaratadi. Barcha aqli rosa insonlar uzoq, baxtli va sog'lom hayot kechirishga loyiqdir. Afsuski bu hammaga nasib etavermaydi. Shuning bilan aziz zamondoshim, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga sog' omon ko'rishguncha sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda xayrlashamiz. Salomat bo'ling azizlarim.